Issiq kunlarda eng to'g'ri tanlov bu suyuq taomlar. Bugun sizlar bilan suyuqini lag'monni sayini tayyorlaymiz. Shu usulda bir martagina tayyorlab ko'ring, oila a'zolaringizning duosini olasiz. Bismillah deb qozonimizga yog'ni quyamiz. Qizigandan so'ng go'shtlarimizni solib, qizartirib qovurib olamiz. Go'shtlarimiz qizarib olgandan so'ng lag'mon uchun kerak bo'ladigan pripravlarni solib olamiz. Ketidan soyani ham quyamiz. Shu joyda qizil shirin paprikadan ham sovoramiz. Menda videoga tushmay qolibdi. Bitta qovurib olib suvni quyamiz. Shu joyda bir qoshiq kraxmalni sovorsangiz, sayimiz shiraligina bo'lib chiqadi. Faqat bu sirni hech kimga aytmang. Endi seldir tayoqchalarini ham solib, go'shtimiz pishguncha qaynatib olamiz. Go'shtlarimiz pishgandan so'ng pomidor, chesnok, rangli bolgarskiylarni solamiz hamda o'zimiz tilda aytganda chimchiyni o'rtasidagi qattiq o'zaklarini hamda oq turubni solamiz. Ketidan ko'katlarni solamiz, yaxshilab aralashtirib, bor yo'g'i 5 minut qaynatib olamiz. 5 minutdan oshiq pishirmaymiz, chunki sabzavotlarimiz pishib ketmasligi kerak. Shunaqa chala pishgan holda gazni o'chiramiz hamda tayyor lag'monlarimiz ustidan quyib, dasturxonga tortamiz. Mazasiga esa shunchaki oila a'zolaringiz baho berishadi. Retsept uchun esa shunchaki yurakchani qizartirib keting, ko'rib xursand bo'laman.